Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebet mazmunlar hakkında to'xtalayotgan bugungi babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi mundaq deydi. Namoz o'qiyotgan odamning dumbisiga nijoset yoki o'lik narsaning toplari tashlangan bo'lsa, bu odamning namozi buzilmaydi degan. Demak, bu bab cho'qim bir hadisdan ilingan. Undaqda biz konkret mazmunini biz hadis orqali tunib chiqaylik. Bununla İmam Bukhari rahmetullahi aleyh sahabalarniki qilmishlaridan dalil keltirib, Abdullah ibn Ömer'niki mundaq bir voqealikni bayon qilib o'tibdi. Abdullah ibn Ömer o'zining kiyimida namoz o'qiyotgan holatida qon ko'rib qolgan bo'lsa, darhol o'zining shu kiyimini silib o'tib, namozni davomlashtiraveradi degan. Said ibn Musayyab, İmam Şabi qatorliq mashhur ayni davrdagi bu ulamolar bir odam namoz o'qib kiyimida qon ya bir jinobatning narsalari masalan maniyda o'xshashda narsalar bo'lib qolgan bo'lsa yoki namozni qibla taraf qarab o'qimay boshqa taraf qarab o'qib qolgan bo'lsa, ondan tayammum qilib namoz o'qibdi masalan bir odam, lekin namoz o'qib bo'lgan vaqtida suvni tepibdi. Namazın vaqti hiç ketmedi. Qanday qiladi buni? Musht yuqorqidek avvallar duchor bo'lgan odamlar namozni iyoda qilmaydi, qaytilmaydi deb javob bergan. Yoki mushu haqda fatvo bergan. Bunda deganligi bularniki nijosatlar namoz o'qisang bo'ladi, kiyimingda, bedaningda deganlik emas. Cho'qim boshda bu nijosatdan xoli bo'lish muhim, hatto shart deb qaraganlar bor. Lekin mavi hamda namozdagi vaqtida tasodifiy avvalda yuz berib qolgan insonlik kamtuk maqomi bilan ilib etgan vaqtida inson unutib qolgan vaqtida ishda nijosat borligini bilmay o'qib qolgan bo'lsa, masalan shunga o'xshash ishlarda masalan demak boshdagi nijosat holati bilan namozdagi tasodifiy duchor bo'lib qolgan holatdagi nijosatlik holat o'xshamaydi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kıtım işte ayğıda nijasat bu halette namaz okup qalğan. Cibril sallallahu aleyhi ve sellem kelib derhal vahiy qilib, bu kiyimlerinizde ayğınızda nijasat var deb shunaq degan. Peygamberimiz derhal onu silib namozni davomlashtirib buningki mesela qiblaga qaramay, boshqa qibladan boshqa tarafga qarab namoz o'qib qo'yish masalasi bo'lsin. Namozni mesela tayammumda munosabatli masalalar bo'lsin. Bu masalani konkret holatda o'zinki o'rniga kelgan vaqtda o'qiymiz. Endi bu 240 numurliq bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi alayh bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Abdan ibn Osman ibn Habla nomi bilan yaqinda shu manini ulab yuyish degan bir babda o'tib bo'ldi-da. Bu zot deydi, menga dadam Shu'ba degan kishidan xabar bergan deydi. Dadasi Abu Osman ibn Jabla. Bu kişinin bu nimada şu Umdatul Qari'da Abu Osman ibn Jabla deb bayon qilingan bu odamning ismi. Amaliyotda ismi Osman ibn Jabla al-Ataki nomi bilan mashhur. Asl ismi Osman ekan-da. Bu odam shu Yamanniki Azdi qabilasidan. Lekin bu odam Marvaz, ya'ni Marvada yashagan Turkmanistonda. O'zining ishonchilik Hicriye 2-yili ölüp ketken. Ülmalar baha vergen vaqtida rastgel işencilik degan. Mana bu odamga berilgan büyük nam. Şu Abdanning dadasi bo'ladi endi bu kishi. Bu Shu'ba degan kishidan, Shu'ba ibn Hajjaj boshda o'tgan bu odam tarjima. Bu kishi Abi Ishaq degan kishidan rivoyat qilyapti. Abi Ishaq Subay'i Amr ibn Abdullah al-Kufi degan kishi shu. Başta tercümanı ötken. Bu kişi Ömer ibn Meymun degan kishidir. Ömer ibn Meymun. Ebu Abdullah el-Kufi deymiz. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki zamanında Müslüman bo'lgan. Lekin Resulullah'a uçuruşup sahabilik maqamiga yetmegen. Bu odamniki 100 qitim hac, 100 qitim umra qilganligi qayd qilinibdi. Undaqda bak uzun ömür ko'rganlar chiqibdir da bunday vaqt. Chunki haj degan yilda bir qatim keladi.
Yoki bo'lmasa hamda hajlar umri ikkisi bo'lib o'zi bo'lishi mumkin. Unda olib qolganda hajning soni bir oz bo'lsa, umr deganda 1 yilda necha qitim qilsa bo'ldi-ku, masalan shunga o'xshash. Bu odam o'ziniki butun sadaqatlarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki valilariga bergan ayni vaqtida. Chunki bu odam hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida bilan payg'ambarimizning bog'liqini anglagan. Masalan, Muaz ibn Jabalni payg'ambarimiz avatgan vaqtida Muaz ibn Jabaldan anglaganda bu odam. Chunki bu odam ham keyingi mezgilda bu Muaz ibn Jabalniki yaqin do'st bo'lib, hamrohi bo'lib yurgan. Balki mana shu Yamandagi ko'rsatgan ta'sir bo'lishi mumkin. Hamda Umdatul Qarida o'zi qittim maji umri qilinibdi debdi. Ma'noda 60 deb boshqa kitob manbalarida 60 deyilibdi. Hijriya 74-yili yoki 75 mush atrofda bu odam o'lib ketgan. Ayni davrdagi nurg'un katta sahobalar hadis rivoyat qilgan. Masalan, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Abdullah ibn Mas'ud qatorliq. Demak, bu kattamiz buyuk tabiin. Hamda bu kishi Abdullah büyük sahabe, Abdullah ibn Mesud degan sahabe şu. Bu kishi deydi, arada Peygamber aleyhissalatu vesselam secde qilib tuğan edi deydi. Bu Mekke'de bo'layotgan voqea bu. Rasululloh secde qilayotgan holatda deb bo'lib, bu hadisni rivoyat qilgan san'at İmam Buxoriyninki fikri bilan masalan boshqa bir san'atga aylanib ketdi yana. Demak, shu o'g'lim bu hadisni bu yerda İmam Buxoriy ikki xil san'at bilan yoki ikki xil yo'llar rivoyat qilgan. İmam Buxoriy bu yerda dedi, bana Ahmad ibn Osman hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi İmam Buxoriyniki büyük ustozlaridan ayni vaqtdagi nurg'un katta ulamolarda o'qigan. Bu kishi o'zi Rastil deb ta'riflangan. Hatto ba'zilar tarafidan Kufidagi ishonchliklarning ishonchligraki deb bundaq nomi berilgan. Bu kishiningki 260-yilda o'lib ketganligi xotirlanib. Undaqda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhidan uzunroq umr ko'rgan deyishga bo'ldi. Balkim bu jihatda tang tush ustozlardan bo'lish kerak. Bu odam deydi, bizga Shurayh ibn Muslima hadis so'zlab bergan. Yoki Maslama, Shurayh ibn Maslama hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi katta Kufiniki ayni davrdagi muhaddislardan Shurayh ibn Maslama Tannuhi al-Kufi deb sifatlangan. Bu kishiniki muhim bir gaplardan bir az edeplik, yani bir adamdaki bo'lgan adab, ozg'in adab ko'p ilmdan yaxshi edi. Demak, bu Rastil deb sifatlangan bu muhaddis adab, axloqni ilmdan cho'ng bilgan. Hem shundoq bo'lishini ko'p o'ziniki bu bayon orqali ta'kidlaganda. Bu odam deydi, bizga Ibrohim ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi. Bu zatmi Kufiniki dağlıq muhaddislerden Hicriya 198-yilda o'lib ketgan. Hem dadısın buru o'lib ketgan deb xotirlangan. Lekin bu odamniki shu ulamolar baho bergan vaqtida pek kuchli emasdi degandek baholarni bergan. Lekin hadislar ojiz tipdagi odamlar emasda. Endi bu odam deydi, o'zining dadısini hadis rivoyat qilibdi. Dadısının ismi Yusuf ibn Abi İshaq Subey'i. Bu kishi Kufilik adam. Aynı devirdeki nayeti katta muhaddislerden. Hem de bu kishiniki rivoyat qilgan hadislarda mı çataq yo'q, kerak yo'q degandek nomiga erishgan o'zi ayni vaqtida. Demak, 157-yilda o'lib ketganligi tarixiy kitoblarda qayd qilingan. Endi bu odam Abi İshaq degan kishidan rivoyat qilyapti. Bu Abi İshaq bu dadisi. Demak, bu hadisni rivoyat qilganlar navirsi, dadisi, bolasi, cho'ng dadisi bunda rivoyat qilayotgan. Endi bu Abu İshaqning ismi Amr ibn Abdullah Subey'i. Hijriya 33-yilda tug'ilgan, Hijriya 127-yilda o'lib ketgan. Dağlıq muhaddis tabiin bu kishi. Kufiniki ayni davrdagi o'z zamonisidagi dağlıq muhaddisi va dağlıq ulamosi hisoblanadi bu odam. Bu kishiniki tarixi haqida nayet nurg'un mazmunlar, bayonlar berilgan. Lekin bu kishiniki shu masalan xislatlardan ro'zani ayet ko'p tutadigan, bular har oyda shu 3 kun ro'za tutadigan,
demek mi şu ibadet bilen meşhurken, onun başka ahirki ömürde kesellik sebebinin mi şu közü köymesi olup kalgan deyilipdi. Bu adamdaki nurgun ustazları asasen sahabeler. Mesela Muaviye ibn Ebi Süfyan, Edi ibn Hatim, Abdullah ibn Abbas, Bara ibn Azib qatarlıq. Köplügen sahabelerle uçuraşkan. Bu adamdaki şagirtleri münayeti bek köp. Şurayhil Qaziler mesela Muhammed ibn Sirin, Muhammed ibn Muslim ibn Şahab Zuhri deyimiz, Şubat ibn Haccac. Bu dağınık muhaddislerin hemisi degende muş adamdaki şagird boladı. Demek bu şu hazır kadar muş hadis ilminin muş devrimizge yetip gelişide nayet köp rolu var deyişki boldu. Hem ulemalar baha vergen vaqtida rivayet qilgan hadislerine ait köp adam deb sübetligen bu adamlar. Bu adam 38 sahabıdırlar hadis rivayet qilganken. Onundan başka sahabelardan başka mesela tabiin tipidik ulemalar var. Bunda ulemalarniki sani 300'ge bardı. Demek ulemalar bu kişiye baha vergen vaqtida özüne ait şenjilik, özüne ait hafiz deb şundaq yaxşı bahalarını bergen. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbel mi bu kişine şenjilik deb sübetligen. Bu şenjilik sübet hadis ilmideki ayeti katta büyük bir sübet. İmam Zahabi'ninki bahası qarab bakaylı. İmam Zahabi deydi tabi illanın kattısı. Ulemalarının en bilgini emel kıldığını deb sübetligen. Bundan başka İmam Zahabi'nin sübetleri buna ayeti köp. Bunu Siyar-i Alam'ın nubulağı müracaat kılsak ayeti tolumu yaxşı. Demek bu Ebu İshak deydi bana Emr ibn Meymun hadis sözlep bergendi. Emr ibn Meymun bayatın kişi şu anda. Emr ibn Meymun'un deyişçe hakikaten Abdullah ibn Mesud bu kişiye sözlep bergenken. Peygamber aleyhissalatu vesselam Beytullah'da namaz okuvatkan idi. Ebu Cehil ve Ebu Cehil'nin yarelleri yine de ottağan deydi. Bir oturap dikende onları. Kabe'nin etrafı demde. O da birbirine deyişipti bula. Bu Kureyş'ninki kapırları hem de deyişipti de şey etrafta. Falanınki tügüsünün hemreyine kaysanlı elip gelip Muhammed secde kığa vaxtıda dümbüsüge koyup koyalayısılardı. Bunun içinde bir tentekli boludu hem de. Bu kavminin içinde en şaqi naahilden birisi kopap derhal elip kepti de tügünün hemreyi. Hemreyi degen şu balı tügününki şu balyat kısa hem de asasen. Bunu elip gelip Resulullah'ın secde kılışını kütüp durup Resulullah secde kığa vaxtıda şu işki tağaqның utturga gecgiye dümüsü koyaptı. Ben qarab turvatıma kolumdan hiç kelmedi, hiç qanday iş qılanmayımı deydi Abdullah ibn Mesud. Ey kaşki bir mening bir qarindoshlarım yoki ulpatdoshlarım qo'g'daydiganlarim bo'lsken. Şu orliqda Abdullah ibn Mesud deydi, aşı qo'yap bo'lab bo'ldigan qaqoqlab kulib to'lg'in ishib ketishdi deydi. Peygamberimiz beshini ko'tarmay secde qilayotgan holatda shu peti turdi, uzoq turdi. Qizi Fatima keldi deydi. Peygamberimizin dümbüsüden o balyat kunu meynet güçlerini elip taşıvetti. Peygamberimiz beşini götürüp secdeden beşini götürdü de mundaqdı da. Meyada bir yani bir nokta bu kız bala dadığına ait omroq mehrlik keladi. Şu Fatima radhiyallohu anha'niki nurg'un qitim Peygamber sallallohu alayhi vasallamga yaxshi bir hamdamli bo'lgan, bir ko'ngliga bir tasalli bo'lgan maydonlari, postiyalari ait ko'p. Hem bu hadisdan bu yerda bir botirlik chiqib turyapti. Yani Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ait ojiz vaqtlari, sahobalarning ojiz vaqtlari bu. Bu shundoq bir paytda bir kichik bir qiz bola bu tabi onun oldi keyinda yaşadı. Bazı rivayetlarda o kafirlarni tillagan deydi. Tillagan piti o elip taşıvetken deydi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşini götürüp Allahümme aleyke bi Kureyşin. Ya Allah Kureyşlik üzəng ba deb yani bulağın beddua qılıp fışqıttım. Çünkü şu vaxtıda deydimdi. Resulullah'ın bu duası bu kapırlığına ait iğir tuyuldu. Qoqish bo'ldi da şu arlıqda. Çünkü bula kapır bozumu bu
Bu kapırlama aynı vaxtdaki Qurayşninki kapırları Xudan tonumaydı emas, tonuydu. Fakat butni şerik kılıp alıdı. Nurgullar aşı kapırlar, Qurayş kapırlar dua kılattı. Mesela Bedir gazasida Ebu Cehil avval dua kılgan Xudaga. Muhammed bizni uruq tuqqandan arıp etdi. Qaysimizin haq bolsa şunu nusrat vergin dep Xudaga dua kılgan. Ama Xudadan başqa narsalarni şerik keltiretdi. Şunlaşqa bu Beytullah'da kılıngan dua icabet dep qaraydı dedi ular. Kapırlama aşının için etti. Şunlaşqa qoquştu da bir yerde. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulanın isimlikini atadı. Ey Allah! Yani başta Kureyş ki beddua kıldı dedi. Bu Kureyş'in hemmisi emas. Çünkü bu Kureyş'in içinde nurgun Müslüman boğalı var ki mezgilde. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duanı bu yerde şu 7 nefer adamı kıldı Kureyşlerden. Ergizmi Kureyş'in hemmisi kılmadı. Çünkü Resulullah'ın 7 adamını sanıgallığı şu umumilikten elingan bir haslık. Ulanın isimlerini atıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. Ey Allah! Ebu Cehil'ge özəng ba. Utbet ibn Rabi'ye özəng ba. Şeybet ibn Rabi'ye özəng ba. Velid ibn Utba'ge özəng ba. Umeyyet ibn Haleb'ge özəng ba. Uqbet ibn Abi Mu'ayt'ge özəng ba dedi. Yettinisini sanap dey, men yettinisini saklayan mı diye deydi. Ravi. Yani isi tutulmap dedi. Abdullah ibn Mesud deydi. Allah'ın namı bilen qasem ki Peygamber aleyhissalatu vesselam sanap ötken kişilerin hemmisi Bedir'nin kuduklarında ölgen pet köydüm ben dedi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duanı kıygandıkıllan şu qaqaqlap külüvatqa adamını toqtıgan, qoqaş boğan. Bu yetteyleniki birincisi Ebu Cehil. Bu ölgen. Bedir gazasında öldürülgen. Bunu Muaz ibn Amr ibn Cemuh ve Muaz ibn Affara degan iki kişi ve Abdullah ibn Mesud qatarlıqmış üç şeylen öldürgen. Bu müşrik nayet közge ilinmaydigan. Bular Ebu Cehil'nin nazarida közge ilinmaydigan bunda kichik shabablar, yoshlarning qo'lida öldürülgen. Bu Amr ibn Cemuh ve Muaz ibn Amr ibn Cemuh deganlar şu vaqtida 14-15 dan oldi keyindiki bolalar kichik. Onundan başqa mesela Utbet ibn Rabi'a deymiz. Bunu Hamza radıyallahu anhu öldürgen. Şeybet ibn Rabi'a Utba'nın inisi buludu. Bular Umayyalar cemaatidagi Qurayshning kattalari. Bunu hem Hamza öldürgen. Velid ibn Utba deymiz. Bu Utbet ibn Rabi'ninki balası. Bunu Ubayd ibn Haris öldürgen. Umeyyed ibn Haleb deymiz. Bunu Ensarlardan bir adamdan öldürgenligi xotirlangan. Onundan başqa lekin Umeyyed ibn Halebni Abdurrahman ibn Avf men bir qutquzulay deb hem Abdurrahman ibn Avf'ning og'aynisi do'sti ekan da hamda. Deb shunda turishga Bilal radhiyallohu anhu ko'rab qolib, bu qutulib qolsa men qutulanmayman, bu kufrning beshmushu deb Ensarlarni to'lab ekiliblam. Abdurrahman ibn Avf shunda quchoqlab turibasi, mana shu tigilardan nayzilni tiqib o'tirayotgan Umeyyed ibn Halebni Badr g'azotida. Onundan başqa Uqbat ibn Abi Mu'ayt degan mana mushu ay tögünün hamirini elib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki beshiga gejikse qo'ygan bu badbaxt. Badr g'azotida asir uchishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Badr g'azotidan qaytish yo'lida Madinaga az qolgan vaqtida buni ashada o'lim jazosi berib o'ldirgan. Onundan başqa Umarat ibn Velid, ma hadisda rivoyatda ismi kelmagan. Xolid ibn Velidniki aksi yoki inisi bo'ladi bu. Men Umarat ibn Velid degan. Bu hamda Badr g'azotida yo'q. Bu yettaylarning hammasini o'sha yerda ko'rdim degani rivoyatda. Bularning ko'p sondagilarning o'sha yerda Badr g'azotida ko'rdim degan bo'ldi. Hammasini emas. Umarat ibn Velid bilan Badrda o'ldirilmagan. Umarat ibn Velid bo'lsa ayni vaqtida Abu Talibga Qurayshlar Muhammadni bizga berib mushbalni og'in, eng chiroyli, eng Qurayshning ichida eng go'zal qamlashqini mushu degan vaqtda Abu Talib balamni berib, mening balamni o'rniga boshqasini berib olamdimi degan. Men mushu nayatdi mushu Arabning o'zi nayati ham aql zirak, komil pishqan bir
yigitlarniki biri bu kishi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mushundan aytdi zo'r ziyonlarni sağan. Bu Umar ibn Velid nimening shu aksida qildi-da Xolid ibn Velidniki. Chunki unda cho'ngroq. Nimishqa deganda Ömür ibn As bilan bu Umar ibn Velid Najashini qishib borgan. Habashistondagi musulmonlarni qaytarib kelish uchun. Buna qamlashgan odam bo'lg'achqa Ömür ibn As'niki bir dediki bilan bir yerda bo'lib qoldi ekanda, ya uni ko'z tashlab qoldi ekan. Buning qarta Ömür ibn As'ning nasal kundashlik qo'zg'alib ochiq keldi ekan. Najashining shu huzurida turayotgan mezgilda Najashiniki bir oyliga ko'z tashlab qoldi ekan bu Umar. Chunki buni aytdi qamlashgan bo'lgan ekan. U ayolmi hamda bunun bilan munosabat qilib qoldi ekan shu oraliqda. Ömür ibn As bunu bilib Najashiga deb qo'ydi. Najashi buni tutib bog'lab, bunun şu cinsi a'zoyiga bir zahar quydirib etgan. Shuning bilan bu Ömür ibn Xattobning zamonigacha yashagan, shu Habasistonda shu cho'l boyavallida hayvonlar bilan birga yashab, xar o'lgan bu. Biz bu hadislardan bizga muhim bo'lgan nuqta nima deganda, ashta nijosatlarni namoz vaqtida dumisiga atib qo'ysa, namozni davomlashtiraversa bo'ladi, bu odamniki namoz buzilmaydi degan qarash Imom Buxoriyning ra'yi ko'z qarashi bo'yicha o'rinliq bu jihatda.